Hududlarda fuqarolar murojaatlarini joyiga chiqib o'rganish, ularning muammolarini tezkor va samarali hal etish davlat organlari faoliyatining muhim yo'nalishiga aylangan. Ohangaron tumanida o'tkazilgan navbatdagi sayyor qabul ham aholi bilan ochiq muloqotni kuchaytirish, fuqarolarning huquqiy ehtiyojlariga bevosita javob berish imkoniyatini yaratdi. Tuman prokurori boshchiligida o'tkazilgan sayyor qabulda Ohangaron tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi hisobida turuvchi 30 dan ortiq shaxs qatnashdi. Ular tayinlangan jazoni yengilrog'i bilan almashtirish masalasi yuzasidan murojaat qildilar. Murojaatlar huquqiy tartibda rasmiylashtirilib, tegishli taqdimnomalar sudga kiritildi va sayyor sud majlisida ko'rib chiqilib, qanoatlantirildi. Ohangaron tuman prokuraturasi tomonidan tashkil etilgan sayyor qabulda ishtirok etgan fuqarolar hamda Ichki ishlar bo'limining probatsiya guruhi hisobida turgan mahkumlarning murojaati qabul qilinib, ularning murojaatiga asosan jazosini yengilrog'i bilan alishtirish borasidagi taqdimnomalar kiritilgan holda sud jarayoni ham sayyor ko'rinishda o'tkazildi. Jazo muddatini o'tab kelayotgan mahkumlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan shartli ravishda ozod qilinib, ularning murojaatlarini qanoatlantirishga erishildi. Bundan tashqari, boshqa masalalar bo'yicha kelib tushgan murojaatlarni fuqarolar bilan muhokama qilgan holda, ularning yechimini topish borasidagi tegishli chora-tadbirlar belgilangan holda, ularning yechimini ijobiy tomonda hal qilish borasidagi ishlar amalga oshirilishi davom etmoqda. Qabul chog'ida voyaga yetmaganlar foydasiga aliment undirish bilan bog'liq ijro ishlari ham ko'rib chiqildi. Muddatidan oldin shartli ravishda ozod etilgan fuqarolar orasida qilgan qilmishidan chin dildan afsuslangan, tuzalish yo'liga qat'iy kirgan shaxslar ham bor. Sud tomonidan ularning xulqi, probatsiya davridagi intizomi va jamiyatga qayta moslashish istagi e'tiborga olinib, jazoni yengilrog'i bilan almashtirish chorasi qo'llandi. Mazkur jarayon adolat va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan holda fuqarolarning jamiyatga to'liq integratsiyalashuvini rag'batlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.